Bu ikkita pul yo'lagi. Bittasi qarzga keladi. Qarz orqali kirib keladi hayotimizga. Bittasi o'zimizga keladi. Kim o'ziga pul keltira olmasa, ya'ni qarzsiz o'zini pulini keltira olmasa, unga qarz orqali keladi. Uni hozircha tushunadigan tili shu. Keyin bu odam qarzini to'laydi, shu orqali o'ziga pul keltirayotgan bo'ladi. Buni tili shu, boshqachasiga tushunmayapti. Boshqacha, masalan, kimdan qarzimiz bo'lsa, kelib eshigimiz taqillatganda nimadir qilyapmiz. Ana shu joyni eslab qoling. Ana shu bizani pul tilimiz. Demak, har doim kimdir taqillatganda biz pul topar ekanmiz. Agar hech kim biz bilan ishi bo'lmasa, demak biz ham topmayganimiz. O'sha uchun ham qarz bo'lamiz. O'sha uchun ham taqillatib kelishadi. Ungacha biz tushunmayapmiz. Ungacha bu odam turib hech narsa qilgisi kelmayapti.